Tuxumni sevadiganlar uchun ajoyib nonushta retsepti. Qani ketdik. Bismillah deb 4 dona tuxumimizni idishga chaqib olamiz. Tuz, murch solib aralashtiramiz. Sut solib aralashtiramiz. Sir, ko'kat solib hammasi bitta massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Lavash xamirimizni ikkiga bo'lib, videoda ko'rsatilgandek garmoshka shaklini berib olamiz. Va to'g'rab olgan barak-barak qilib kesilgan kolbasamizni lavashlarimizni orasiga joylashtiramiz. Maxsus idishimizni yog'lab olish esingizdan chiqmasin. Kolbasamizni joylashtirgandan keyin ustidan tuxumli massani quyamiz va hamma joyiga tarqatib yuboramiz. Qizigan duxovkaga o'rta olovga yuboramiz. Ko'rinishi ham chiroyli, to'yimli va mazali nonushtamiz tayyor. Yana zo'r retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling. Yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Like bosish esingizdan chiqmasin. Oila a'zolaringizga albatta tayyorlab bering.